Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi hamkorligida Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida fransuz tili fani o'qituvchilari uchun intensiv malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlarida Fransiyaning tajribali pedagoglari fransuz tili o'qituvchilariga amaliy trenerlik qilib, zamonaviy texnologiyalarni darsda joriy etish bo'yicha yo'nalish berishdi. Muhimi, ular jonli, qiziqarli va interaktiv tarzda olib borilmoqda. Loyihaning birinchi bosqichida respublikada faoliyat ko'rsatayotgan 1200 nafardan ortiq o'qituvchining til bilish darajasi aniqlanib, tanlov natijasida ulardan 120 nafari keyingi bosqichga tavsiya etilgan. Davlatimizda fransuz tili ikkinchi til sifatida o'qitilishiga katta e'tibor berilyapti va bu uchun albatta malakali o'qituvchilar kerak. Mana shu o'qituvchilarimizning til darajasini B2 darajaga olib chiqish uchun mana bir nechta seminarlar tashkil qilingan. Fransiya davlatida 2 hafta o'sha yerda o'qib, ta'lim olib, albatta til ko'nikmalarini darajasini oshirgan va mana hozirgi oxirgi bosqichda yana seminar o'tyaptilar 5 kun davomida. Buning maqsadi 23-24 noyabr kunlarida DELF B2 darajasi bo'yicha testga kirishadilar va bunga tayyorgarlik ko'rishyaptilar. Mamlakatimizda fransuz tili va uni o'qitishga qaratilgan e'tibor va bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarni xorijlik mutaxassislar ham yuqori e'tirof etishmoqda. Donc actuellement, nous dispensons une formation à environ une centaine de professeurs de français. Yurtingizda fransuz tiliga bo'lgan qiziqish yuqoriligi, o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi va shu tilga bo'lgan muhabbatini ko'rib quvondim. Treningda biz xalqaro miqyosda katta ahamiyatdagi Delfi sertifikati uchun muhim bo'lgan ko'nikmalar ustida ishlayapmiz. Butun respublikamiz bo'ylab 4000 ga yaqin o'qituvchi ichidan tanlab olinganlarimiz biz. Bizga yaratilgan imkoniyatlar bu albatta fransuz tili o'qituvchilari uchun juda ham katta ilhom bag'ishladi. Men 10 yildan beri fransuz tili o'qituvchi sifatida maktabda faoliyat yuritaman. Aytib o'tishim kerakki, shu 10 yil davomida men ko'pincha o'quvchilardan eshitganman, nimaga fransuz tili o'rganishimiz kerak. Lekin aynan oxirgi ustozlarga va xorijiy tillarga qaratilayotgan e'tiborni ko'rib, o'quvchilarimizni ham, hattoki hamkasblarimizning ham fikri o'zgardi. Trening yakunida fransuz tili fan o'qituvchilari DELF xalqaro imtihonlarini topshirishadi va imtihon natijalariga muvofiq ularga xalqaro diplomlar taqdim etiladi.